Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi darsimizda qoldiqli bo'lish mavzusiga doir misollarni yechishda ko'p qo'llaniladigan teoremalardan biri Ferma teoremasi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Demak, Ferma teoremasi nima haqida, uning mohiyati nimadan iborat va uni biz misollar yechishda qanday qo'llaymiz? Yuqoridagi savollarga javob berishga harakat qilaman. Xo'p, demak, teoremani mazmuni bilan tanishadigan bo'lsak, ixtiyoriy a natural son, mana bu belgi ixtiyoriylik kvantiri deb nomlanadi. Ya'ni ixtiyoriy degan so'zni o'rniga mana bu teskari tartibda yozilgan a deymizmi, mana shunaqa yozuv ko'rsangiz, demak buni ixtiyoriy deb o'qishingiz kerak. Xo'p, davom etamiz. Ixtiyoriy a natural son va p tub son uchun a va p larning e kubi 1 ga teng bo'lganda, ya'ni a ning p minus 1 darajasini p ga bo'lgandagi qoldiq 1 ga teng bo'ladi. Ya'ni mana shu tenglik o'rnida bo'ladi degan. Endi bu teoremaga izoh berib o'tsam, ya'ni tushuntirish, e kubi a va p ning e kubi 1 ga teng bo'ldi degani bu ularning o'zaro tub ekanligini bildiradi. A va p o'zaro tub sonlarning e kubi 1 ga teng bo'ladi. Bu bilan biz oldingi darslarda tanishganmiz. Xo'p, endi bu yozuv nima? Bu mavzu bilan ham oldingi nimada tanishganmiz. Bu aynan taqqoslamani mavzusini sizga tashlab berganman, ya'ni tanishsiz bu bilan. Bu degani mana bu oldida turgan yozuv bu qoldiqni bildiradi. Ya'ni a ning p minus 1-sini p ga bo'lgandagi qoldiq 1 ga teng. Demak, bu yerda p tub son bo'lishi kerak. Fermani teoremasidagi berilgan shartda, demak, a ixtiyoriy son bo'laveradi, p tub son bo'lishi kerak, ya'ni bo'layotgan sonimiz, bo'luvchi sonimiz tub son bo'lishi kerak va ularning e kubi 1 ga teng bo'lgan holatda mana shu Ferma teoremasiga tushar ekan misol deymiz. Xo'p, endi misollar ko'ramiz, ya'ni misollar bilan yanada yaxshiroq tushunishingiz uchun misollar olib, misolda tushuntirishga harakat qilaman. Undan oldin, ya'ni misolga o'tishdan oldin biz taqqoslamaning ba'zi xossalarini eslashimiz kerak. Hozir eslab o'tamiz, takrorlab, ya'ni bu misol yechishda bizga kerak bo'ladi. Xo'p, demak, taqqoslamaning xossalari. Takrorlash deb qo'yamiz. Takrorlash deymizda, mana taqqoslama xossalari. Ya'ni bizda misol yechishda hozir mana shu Ferma teoremasini qo'llashda kerak bo'ladigan xossalarni yozib qo'yamiz. Xo'p. A teng S mod B. Ya'ni A ni B ga bo'lganda qoldiq S bo'ladigan bo'lsa, shuni mana shu tenglikni ikkala qismini ham bir xil darajaga ko'tarish mumkin edi. Bu bilan tenglik o'zgarib qolmaydi. Ya'ni qoldiq o'zgarmaydi. Bu bilan qoldiq bir xil bo'laveradi. A ning k'inchi darajasi teng S ning k'inchi darajasi, qoldiq ya'ni mana S ning k'inchisiga teng bo'ladi. Mod B, bu birinchi xossa deylik. Birinchi xossa. Bizga kerak bo'ladigan xossalarning biri. Birinchisi shu. Darajaga oshirishimiz mumkin. Endi buni yana bir holatda tushunishimiz kerak. Qarang. Hozir biz aytdikki, darajaga ko'tarish bilan mana qoldiq S bo'ladigan bo'lsa, ikkala tarafini darajaga ko'tarsak, mana qoldiq S ning k'inchisi bo'ladi. Endi buni yana bir tushunishimiz mumkin, yana bir holatda tushunish kerak edi. Ya'ni A ning k'inchisi, agar mana bu yerda S ning k'inchisi hozir B dan katta bo'lib ketsa, xo'p, buni qanday yozamiz? Agar mana shartni yozib qo'yamiz. Agar S ning k'inchisi B dan katta bo'lib ketsa, bu holda buni qanday tushunishimiz kerak? A ning
qaynsini bga bo'lgandagi qoldiq bilan s ning qaynsini bga bo'lgandagi qoldiq bir xil. Ya'ni mana bu yerda yozib qo'yamiz. A ning qaynsini mod b, ya'ni b ga bo'lgandagi qoldiq x ga teng bo'ladigan bo'lsa, u holda s ning qaynsini b ga bo'lgandagi qoldiq ham xuddi shu o'sha x bo'ladi. Ya'ni bundan bu kelib chiqadi. Mana agar yuqoridagi shart bajarilsa, ya'ni buni o'rniga mana bu sk ni b ga bo'lgandagi qoldiqni olib ketaverish mumkin. Bu birinchi xossa edi. Ikkinchisida endi xo'p, mana bu xossada darajaga oshirishni bir, demak ikkinchisini mana bu qoldiq böluvchidan katta bo'lib ketgan holatini demak ikkinchi deb qabul qilamiz. Ikkinchi xossani yozmaymiz. Mana shu bitta nima yozuvni o'zidan men foydalanishimiz kerak bo'lgan ikkita ma'lumotni keltirib o'tdim. Demak, ikkinchi shartga hojat yo'q. Xo'p, endi misollar olamiz. Ya'ni buni misol yordamida tushunishga harakat qilib ko'ramiz. Birinchi misol. Ya'ni misolga o'tishdan oldin yana bitta narsani aytib o'tay. Ya'ni ferma teoremasiga ham misol berildi bizga. Misol berilganda uni ferma teoremasiga tushganligini, ya'ni fermadan foydalanishimiz kerak ekanligini qayerdan bilamiz? Mana shu savolga javob berishga harakat qilaman hozir. Ya'ni misoldan qanday qilib bilib olasiz, u siz qaysi teoremadan foydalanishingiz kerak bo'lishini. Ya'ni o'zi o'rganuvchilar orasida mana shu muammo bor. Ya'ni misol berilganda misolni shartlarini o'qib, qaysi teoremadan foydalanish kerak yoki qanday usuldan foydalanish kerak ekanligini aniqlash biroz mushkul bo'ladi. Undan keyin o'sha yo'lni aniqlay olmagandan keyin ishlolmaydi. Yo'lni ko'rsatsangiz tushunadi, shunaqa ekan deydi. Lekin o'sha yo'lni o'zi topishga qiynaladi. Ana shu men hozir sizga harakat qilaman, o'shani qanday qilib bilish kerak? Nimaga qarab bilamiz? Qaysi yo'ldan, qaysi usuldan yoki qaysi teoremadan foydalanish kerakligini yoki mana shu teoremaga tushayotganligini qayerdan bilamiz? Biron bir kasallikni ham o'ziga xos nima simptomlari bo'ladi. Ya'ni masalan gripp kasalligi bo'ladigan bo'lsa, burun bitishi yoki haroratning oshishi bilan o'sha kasallik, mana bu kasal bo'lyapman, men shamollab qolibman yoki gripp bo'lyapman degan xulosa chiqaradi odam. Mana shu simptomlar xuddi misolda ham shunga o'xshash qabul qilsak bo'ladi. Ya'ni misol berilganda o'sha ichidagi o'sha kasallik bilan bog'liq aytadigan bo'lsak, simptomlarga qarab turib qaysi usuldan foydalanish kerakligini aniqlashga harakat qilamiz. Demak, misol berilganda biz mana teorema shartida aytilganki, böluvchi tub son. Misolni o'qidik. Keling, misolni yozib, o'sha bilan birgalikda aytib o'tay. Mana 5 ning 2024-sini olaylik. Birinchi misol. 5 ning 2024-sini 7 ga bo'lgandagi qoldiqni toping. Xo'p. Mana endi sizga o'sha nimadan foydalanish, teoremaga tushyaptimi yoki boshqa narsaga tushyaptimi, o'shani bilish uchun sizga hozir keltirib o'taman nimalarga e'tibor berish kerakligini. Xo'p, teoremada aytayaptiki, a ixtiyoriy son bo'pti. A ixtiyoriy son bo'lsa, bizni bu yerga qarashimiz shart emas. Mana 5 bo'lsin, boshqa son bo'lsin, bu ixtiyoriy ekan. Demak, u yerda xohlagan son turishi mumkin. Bu emas bizga kerak. P tub son deyapti. Ya'ni mana shu böluvchi tub son bo'lishi kerak. P ga bo'lganda deyapti. Moddan keyin P turibdimi? Demak, P ga bo'lganda. Ya'ni bo'layotgan sonimiz tub son bo'lishi kerak. Bizning misolimizda bo'layotgan son necha? 7. Mana 7. Demak, mana shu
7 ga keling, mana shu yerda shunga bir yulduzcha qo'yib qo'yaylik. Mana bizga kerak bo'layotgan son, ya'ni e'tibor berishimiz kerak bo'lgan son mana shu. Boshqacha rang tanlaylik. Bu juda o'xshamadi. Mana. Yoki undan ham boshqacharoq. Mana shu rangni olaylik. Mana shunga o'xshasa kerak. Juda qorayib qoldi. Mana shu. Xo'p, mana 7 ga e'tibor qilamiz. 7 demak tub son. Xo'p, endi yana bitta narsa bor, e'tibor berishimiz kerak bo'lgan. Demak, p tub son. Bu birinchi qaraldi. Ikkinchi shart ham bor mana. A va p ning ekubi 1 bo'lishi kerak. Ya'ni ular o'zaro tub son bo'lishi kerak. A nechi bizda? A 5. Nima yozamiz? A 5, p 7. P tub sonligi bajarildimi? Bajarildi. Mana birinchi belgi aniqlandi. Ikkinchisi 5 va 7 o'zaro tubmi? Ekub 1mi? Ha. Demak, ikkinchi shart ham bajarildi. Ikkita shartni bajardi. Misolimiz. Demak, qaysi teoremaga tushadi? Fermat teoremasiga tushadi. Bu Fermat teoremasi yordamida ishlanadigan misol ekan. Mana shunday bilib oldik buni. Xo'p, endi buni yechishga o'tamiz. Qanday qilib bu misolni yechamiz? Fermat aytayaptiki, agar p tub son bo'lsa, xo'p, mana p tub son, u holda a ning p minus birinchisi, demak p 7. 7 minus 1. Mana a 5. 5 ning 7 minus birinchisini 7 ga bo'ladigan bo'lsangiz, qoldig'ingiz 1 bo'ladi deyapti. Ya'ni bu bizga mana bundan ko'ra soddaroq misol beryapti. Mana, ya'ni 5 ning 6-sini 1 ga bo'lganda, kechirasiz, 7 ga bo'lganda 1 qoldiq qoladi deyapti. Ya'ni yuqoridagi misolni ishlashimiz uchun bizga shablon beryapti, ya'ni foydalanishimiz uchun ma'lumot beryapti. Endi mana shu yerda bu misolga qanday qilib yetib boramiz bu yozuvdan? Mana bu yerda aytgan xossamizdan foydalanamiz, ya'ni 5 ning 6-sini 7 ga bo'lgandagi qoldiq 1 ekanligini biz bildik, aniqladik buni ferma yordamida. Endi 24-sini 7 ga bo'lgandagi qoldiq necha bo'lishini bilish uchun bizda taqqoslama bo'lyapti. Taqqoslamani bir xil darajaga oshirish mumkin deyildi mana bu xossada. Demak, 6 ni nechinchi darajaga ko'tarsam 24-daraja hosil bo'ladi yoki o'shanga yaqinroq son hosil bo'ladi. 24-si hosil bo'lishi uchun 6 ni mana darajaga oshirganimizda darajani xossasini mana bu yerga yozaylik. Darajani shunday xossasi borki, ya'ni darajani xossasi a ning m'sini biron bir n'inchi darajaga oshirsak, u holda a ning m ko'paytirilgan n'si bo'ladi. Ya'ni oshirsak hozir 6 ga ko'payadi. Buni bilish uchun 2024 ni 6 ga bo'lamiz. 2024 ni 6 ga bo'ladigan bo'lsak, mana 2024 bo'lingan 6. Ya'ni nechinchi darajaga ko'tarishimiz kerakligini bilib olmoqchimizda. Xo'p, demak 20 ni ichida 3 dan bo'ladigan bo'lsa, bu 18 bo'lyapti va ayirganimizda 2 qolyapti. Endi 2 ni tushyapmiz. 22 ning ichida bu yana 3 dan bo'lyapti va 18 bu yerda 4 qolyapti. Endi 44 ichida 7 dan bo'lyapti va 42 bo'lib 2 qoldiq qolyapti. Xo'p, demak 337 dan bo'lib 2 qoldiq qolyapti. O'shanda mana bu yozuvni biz hozir 337-darajaga ko'tarsak 2024 emas, 2022 chiqadi. Chunki 2 qoldiq qolyapti-da mana bu yerda. Yozamiz mana. 5 ning 6-sining 337-darajasi 1 ning
337 darajasi mod 7. Ya'ni 5 ning 2022-ni 7 ga bo'lsak ham qoldiq 1 ekan. Chunki 1 ning 337-si baribir 1 bo'ladi. Xo'p, endi bizga 5 ning 2022-si kerak emas, 5 ning 2024-si kerak. Endi nima qilamiz? Endi mana bu 2024 bo'lishi uchun buni ikkala tarafini ham bir xil songa ko'paytirish mumkin edi. Mana bu yerda ikkinchi xossa sifatida. Endi birinchi xossaning ichida-da u darajaga oshirishda ham o'zini o'ziga ko'paytirish. Ya'ni bir xil songa ko'paytirish ham mumkin edi. Ya'ni ikkala tarafni ham 5 ning 2022-sini ko'paytiramiz 5 ning kvadratiga. Sababi 24 chiqishi uchun. Endi bu yerda mana bu son ham shunga ko'paytirilar edi. Ya'ni 1 ni ko'paytiramiz 5 ning kvadratiga. Bu 25 bo'ladi. Mod 7. Va bu yerda hosil bo'ldi 5 ning 2024-si teng 25 ko'paytirilgan mod 7. Endi mana bu xossada aytgan edik, agar mana bu yerdagi qoldiqingiz, ya'ni mana bu son bo'luvchidan katta bo'lib ketadigan bo'lsa, mabodo, u holda nima qilishimiz kerak edi? U holda biz qoldiq sifatida 25 ni 7 ga bo'lgandagi qoldiqni olsak bo'lar edi. Ya'ni mana shu taqqoslama bilan mana teng kuchli bo'ladi. Pastdagi, ya'ni keyingi taqqoslamani yozaman hozir. 25 ni bo'lgandagi qoldiq 7 ga. Mana bilmaymiz necha ekan o'sha x deb. Bundan kelib chiqadiki, x necha ekan? 25 ni 7 ga bo'lsak, albatta 21 bo'ladigan bo'lsa, u yoqda 4 qoldiq qolyapti. Ya'ni 5 ning 2024-sini 7 ga bo'ladigan bo'lsak, qoldiq 4 bo'lar ekan. Buni to'g'ridan to'g'ri yozmadim. Mana bu yerga x qo'ydim. Ya'ni qoldiqni aniqlashimiz kerak. 25 ni 7 ga bo'lsak, mana bunday ustun shaklda yoki buni yoddan ishlasak ham bo'ladi. Mana shunday ishlanar ekan. Demak, fermaga tushayotganini bilish uchun yana takrorlayman. Mana bu yozib olamiz yozuvlarni. A nechiga teng, P nechiga teng? P tubmi? Ha. A va P o'zaro tubmi? Ha. Demak, ferma. Bu yoqda mana P ning -1-sini yozib olamiz va mana shu bizga yordam beradi. Keyin mana shu yerdagi songa qarab, bizga berilgan misolga qarab harakat qilamiz. Nechinchi darajaga oshirsak shu chiqadi yoki shunga yaqinroq. Qancha ortib qoladi? Mana ortib qolgan edi, ortib qolganini keyin ishladim. Mana buni bilib oldim. Mana shu yergacha ham 1 ekan, o'zgarmaydi. Endi bu yoqda 25 qolayotganda o'sha ikki tarafini ko'paytirish bilan, ya'ni taqqoslama xossasidan foydalanib, uni ya'ni 5 ning 2024-darajasini 7 ga bo'lgandagi qoldiqni biz 25 ni 7 ga bo'lgandagi qoldiq bilan bir xil ekanligini aniqladik va undan ko'ra osonroq bo'lgan misolni ishladik. O'zi matematikada shunday qilinadi. Yuqorida keyingi qadamlarga o'tganimiz sayin, ya'ni misolni berib, keyin pastga yozgan har bir yozuvimiz oldingi yozuvga teng kuchli yozuv bo'lib borishi kerak va borgan sari keyingi pastdagi xatolarga tushganingiz sayin misol osonlashib, ya'ni oldingiga qaraganda osonroq misolga yetib boramiz. Ya'ni uni osonroq misolga almashtirib ishlaymiz. Xo'p, endi yana misol ko'ramiz. Endi tushuntirish berib o'tdim va endi sal tezroq ishlashga harakat qilamiz. Xo'p, mana bunga ham bitta rang beraylik. Xo'p, keyingi nimaga o'tamiz? Misolga. Keyingi misolga o'tishdan oldin mana shuni bitta bo'lib olaylik. Do'stona unumli foydalanish uchun. Xo'p. Ikkinchi misol. Ikkinchi misol sifatida xo'p, qanday misol olamiz? Mana 19 ning 2020 mayli hammasi 24 bo'lmasin, keling 20
mayli 26 qilaylik. 2026-sini 23 ga bo'lgandagi qoldiqni toping. Xo'p, yozamiz. A 19, P 23. Aniqlaymiz. P tubmi? Ha. Demak, birinchi shart bajarildi. A va P, ya'ni 19 va 23 o'zaro tubmi? Ya'ni ularning ekubi 1mi? 1mi? Javob ha. Demak, ikkita ha bor, ikkita plyus, ya'ni bu kelib chiqdi, bundan kelib chiqdiki, nima ekan? Ferma teoremasi ga tushar ekan. Xo'sh, endi yozamiz. 19 ning 23 minus birinchisini 23 ga bo'lsak, qoldiq 1 bo'lar ekan. Ferma shunaqa dedi. 19 ning 22-si bo'ladi bu. 19 ning 22-sini demak 23 ga bo'lganimizdagi qoldiq bu 1 ga teng ekan. Endi mana shu 22 ni nechiga ko'paytirsak 2026 bo'ladi. Buni yozamiz. Ya'ni ustun shaklda bo'lib yozadigan bo'lsak, 2026 teng bo'lar ekan 22 ko'paytirilgan. Xo'p, hozir 2026 ni 22 ga bo'lsak, demak 92 ni 22 ga ko'paytirsak 2024. Xo'p, demak 92 bo'lar ekan mana bu yerda va bu 2024 bo'lar ekan va 2 qoldiq qolar ekan. Mana shunday yozuv bo'ldi. Endi buni tenglikni ikkala tarafini ham oshirib yuboramiz. Nechinchi darajaga? 92-darajaga. 19 ning 22-sining 92-darajasi 1 ning 92-darajasi mod 23. Xo'p, bu 19 ning 2024-darajasi bo'lyapti va 1 ning 92-si baribir 1 bo'ladi, mod 23. Mana misolimizga yaqinlashib qoldik. Ya'ni 19 ning 24-darajasini 23 ga bo'lgandagi qoldiq 1 ekan, bizga 26-si kerak. Demak, ikkala tarafni 19 ning kvadratiga ko'paytirishimiz kerak, ya'ni 361 ga. Xo'p, demak 19 kvadratiga ko'paytirsak bu 2026-si bo'ladi 19 darajasida. Bu yerda esa 19 ning kvadrati paydo bo'ladi, mod 23. Boyaga aytganimizdek 19 ning kvadrati 23 dan katta, u katta bo'lgan holatda mana bu sonni 23 ga bo'lgandagi qoldiq bilan bir xil bo'ladi. Ya'ni mana bu yerda yozamiz. Bu yozuv bilan mana bu yozuv teng kuchli bo'ladi. 19 ning kvadratini 23 ga bo'lgandagi qoldiqimiz bir xil. Mana o'sha x. Xo'p, biz x ni topishimiz kerak. Demak, x ni topish uchun endi 361 ni 23 ga bo'lib qo'yamiz. Faqat shu yerdan qoldiqni olsak bo'ldi. Xo'p, buni ustun shaklda bo'lishimiz kerak edi. Xo'p, men birdaniga javob yozishga harakat qilaman. Ya'ni keyingi misolni bu tarafga yozamiz. Xo'sh, 361 ni bo'lamiz. Demak, 23 ga. Demak, 15 ni ko'paytiramiz 23 ga. Bu 345 bo'lyapti. 345 o'shanda
345 dan demak ayiradigan bo'lsak 361 dan 345 ni ayiradigan bo'lsak 16 qoldiq qolyapti. 16 qoldiq. Ya'ni bu yerda 361 ni 23 ga bo'lgandek qoldiqni olsangiz bo'ldi. Xo'p, demak ikkinchi misolni ham ko'rib chiqdik. Endi keyingi misolga o'tamiz, ya'ni 3-misol. Uchinchi misol. Xo'sh, 3-misolga 25 ning 74-darajasini 37 ga bo'lgandagi qoldiqni toping deganni yozamiz. Bo'lgandagi qoldiq so'roq deylik. Xo'p, yozamiz. A 25, P 37, P tub, E kub 25 va 37 o'zaro tub albatta. Bu 1. Bajarildi. Ferma. F deb qo'ydim. Ferma ekanligini mana shunday bildik. Ferma teoremasidan foydalanishimiz kerakligini. Xo'p, ferma teoremasi nima der edi? 25 ning 36-si, ya'ni 37 minus 1-si ni agar siz 37 ga bo'lmoqchi bo'lsangiz, men qoldiqni aytaman, 1 ga teng derdi. Xo'p, 25 ning 36-sini 37 ga bo'lgandagi qoldiqni biz aniqladik. U 1 ekan. Xo'p, bizga 25 ning 74-si kerak. Keling, mana buni ikkala tarafini ham kvadratga oshiramiz. 25 ning 72-si bo'ladi. Bu 1 ning kvadrati mod 37 ligicha turadi. Endi bu 25 ning 72-si bo'lyapti va 1 bo'lyapti. Mana. Ya'ni biz mana taqqoslamaning xossasi yordamida 25 ning 36-sini 37 ga bo'lgandagi 1, ya'ni qoldiqni 1 ekanligini aniqladik va xossadan foydalangan holda undan ham yaxshiroq natija, ya'ni bizga foydasi yaxshiroq, ko'proq, undan ko'ra ko'proq foydasi tegadigan boshqa tenglikka erishdik. Mana 72-darajasi juda yaqin keldik. Xo'p, endi nima qilamiz? Ikkala tarafni ham 2 ning kvadratiga ko'paytiramiz. 2 ning kvadratiga ko'paytiradigan bo'lsak, kechirasiz, 2 bo'lib qolibdi. Bu mana shu yerda 25 bu. 25. 25 ning kvadratiga ko'paytiradigan bo'lsak, 25 ning 74-si, mana bu yerda 25 ning kvadrati va mod 37 bo'lyapti. Ana endi boyagi masala yana, ya'ni mana bu yerdagi chiqqan qoldiq aytayaptiki, mana bu 37 dan katta. Bu degani 25 ning 74-sini 37 ga bo'lgandagi qoldiqni topmoqchi bo'lsangiz, 25 ning kvadratini 37 ga bo'lgandagi qoldiqni toping, ya'ni o'sha bilan bir xil bu demoqchi. Mana bu yerdagi qoldiq. Demak, misolni almashtiramiz. 25 ning kvadratini 37 ga bo'lsak, necha qoldiq qoladi deb almashtirib ketaveramiz. Ya'ni mana shu shunga teng kuchli. Xo'p, 625 ni 37 ga bo'lamiz. 625 ni 37 ga bo'ladigan bo'lsak, demak 625 teng bo'ladi 37 ko'paytirilgan 16 plus 33 bo'lyapti. Va bundan kelib chiqadiki, qoldiq necha ekan? Qoldiq bu son ekan, ya'ni 33 ekan. Mana shu sonni ya'ni 25 ning 74-sini 37 ga bo'lganimizda 33 qoldiq qolar ekan. Xo'p, 3 ta misol ko'rdik. Endi keyingi 4-misolga o'tamiz. Xo'p,
To'rtinchi misol. Xo'p, to'rtinchi misolga keling. Bu yilgi yilimizdan ham foydalanaylik. Ya'ni asosga kattaroq son yozaylik. 2024ning 31 darajasi bo'lsin keling. 31 darajasi. O'shani 5 ga bo'lgandek qoldi. Ni 5 ga bo'lgandagi qoldik. Nechi? Xo'sh, yozamiz. A teng 2024, P teng 5, P tub ekan. 2024 va 5 albatta o'zaro tub ekan. Ularning kubi 1 ga teng. Demak, bajarildi. Demak, ferma ketdik. Xo'p, 2024 ning darajasida 5 minus 1 ni 5 ga bo'lganimizda qoldik 1. Bu fermaning aytgan ma'lumoti bo'yicha. Xo'p, endi 2024 ning darajasida 4, 1 qoladi mod 5. Shu rang yaxshi tanlolmayapman. Keling, mana shu qora rang juda zo'r tushadi mana shunga. Endi 4-daraja bor bizda. Keling 31 ga yaqinlashamiz. Ya'ni 31 ga yaqinlashish uchun buni darajaga oshirish kerak. Nechinchi darajaga oshirsak bo'ladi? 7-darajaga oshirsak 28 bo'ladi. 8 ga oshirsak 32 bo'lib ketadi. Oshib ketmasligi kerak. Demak, 7-darajaga oshiramiz. Ikkala qismini ham. 7-darajaga oshirsak 2024 ning 4-sining 7-darajasi 1 ning 7-darajasi mod 5. Xo'p, endi bu 28 bo'ladi. 2024 ning 28-darajasini 5 ga bo'lganimizda ham qoldik 1 ekan. Bizga 31-daraja kerak. Demak, ikkala qismini 2024 ning kubiga ko'paytiraman. Ya'ni 2024 ning 28-si ko'paytirilgan 2024 ning kubi. Chap qismida buni ko'paytirishimdan maqsad, ya'ni 2024 ning kubiga ko'paytirishni qayerdan bildik deb savol berishingiz mumkin. 31 chiqish uchun 28 ga nechini qo'shish kerak? O'shandan bilyapman. Boshqa safar boshqa songa ko'paytirishim kerak bo'lib qoladi va misolni berilishidan kelib chiqib mana shu ishni qilamiz biz. Xo'p, endi 1 ni 2024 ning kubiga ko'paytiradigan bo'lsam, o'shani o'zi bo'ladi va bu yerda mod 5 turaveradi. Va endi bu yerda 31 hosil bo'lyapti. Ya'ni 2024 ning 31-si bu 2024 ning kubi mod 5. Endi nimaning taqqoslamaning xossasiga ko'ra bu misolning javobi 2024 ni kubini bo'lganimiz 5 ga. O'shanday chiqqan qoldiq bilan bir xil bo'ladi yuqoridagi misolning javobi. Ya'ni bu yerda qoldiq x. Bu yerda ham o'sha x bo'ladi qoldiq. Ikkala holatda ham x. Xo'p, endi buni qanday qilib yechamiz? Buni bitta qiyin yo'li 2024 ni kubga oshirish kerak. Buni kubga oshirish ancha-muncha vaqtni olib qo'yadi-ku. Buning uchun nima qilish kerak? Boyagi aytganimizdek 2024 ni 5 ga bo'lgandagi qoldiq nechi bo'lsa, o'sha qoldiqning kubini ham 5 ga bo'lgandek qoldiq. Mana shu misol mana bu javob bo'ladi. Ya'ni 2024 ni 5 ga bo'lib olamiz va qoldiq bu yerda nechi chiqadi? 2024 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsa, qoldiq 4 bo'ladi. Ya'ni bu misol teng kuchli bo'ladi. 4 ning kubi ni 5 ga bo'lganimizdagi qoldiq bilan bir xil bo'ladi. Ya'ni 64 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsak, qoldiq nechi chiqadi? 4 chiqadi. Mana bu yerda qoldiq 4 ekan. Chunki Newton binomi bo'yicha mana 64 ni 2000 ya'ni
2024 ni 2020 plus 4 deymiz. 2025 ga qoldiqsiz bo'linadi va oxiridagi o'sha nima qoladi. Oxirgi ozod hadning darajasi qoldiq sifatida qoladi. Yana mana bu yozuvni aytganmiz biz. Mana bu yerga o'shani qo'shimcha qilib yozib qo'yay. Ya'ni a ko'paytirilgan yoki mana bunday bo'lsin, a teng b ko'paytirilgan n plus c bo'ladigan bo'lsa, bu holda a ning koinisi deganimiz bu b ko'paytirilgan n plus c ning koinisi va bu yerdagi a ning koinisini b ga bo'lganimizdek qoldiq, c ning koinisini b ga bo'lganimizdek qoldiq bilan bir xil bo'ladi. Mod b. Ya'ni c ning koinisi. O'shaning uchun bu yerda mana bu b ko'paytirilgan n o'rnida 2020 turyapti va buni tashlab yubordik. Mana shu 4 ning koinisini kubini qarayapmiz faqat. Xo'p, bu 4-misol edi. Endi xo'sh, yana bitta misol ko'raylik. Yig'indi shaklida ifodalangan misoldan ham bitta ko'raylik. Xo'sh, 5-misol bo'lsin. 5-misol. Yigirma birning 16-darajasi plus 13ning 28-darajasini mana shu yig'indini 11 ga bo'lgandagi qoldiq. Necha? Xo'p. Qarang, endi bu yerda fermaga tushishini qanday tekshirishimiz kerak? Endi bu yerda yig'indini har bir qo'shiluvchisi uchun fermani shartlarini tekshirib ko'ramiz. Ya'ni mana buni ikkita misol sifatida ishlaymiz. Ya'ni mana bu uchun bitta ishlab olamiz, buning uchun bitta ishlaymiz. Xo'p, demak, birinchi biz 21 ning 16-sini olyapmiz. 11 ga bo'linishini. Mana shu yerdagi qoldiqni so'rayapti. Xo'p, a teng 21, p teng 11, p tub son ekan 11 va e kub 21 bilan 11 niki bu 1 ga teng ekan. Demak, fermaga tushadi. Ferma teoremasiga tushadi. Xo'p, yozamiz. 21 ning 11 minus 1-sini 11 ga bo'lganimizdagi qoldiq 1 ga teng. Endi 21 ning 10-si bo'lyapti-da bu. Endi 11-si bo'lishi uchun mana 21 ning 10-si 1 mod 11. 16-si bo'lish uchun ikkala tarafni 6 ga ko'paytirishimiz kerak. 21 ning 16-si teng. Bu yerda 21 ning 6-si bo'ladi. Ko'paytirganimiz uchun va mod 11 bo'lyapti va bundan kelib chiqadiki bu teng kuchli bo'ladi. Bu 21 ning 6-sini 11 ga bo'lganimizdagi qoldiq bilan bir xil bo'ladi bu. Xo'p, endi 21 ni nima deb yozamiz? 21 ni yozamizki 11 plus 10 deb yozamiz. 11 plus 10. Demak, 11 plus 10 degan bo'lsak, 11 mana bunga o'xshab. Mana bu xossada foydalandik-ku mana. 11 plus 10 degan bo'lsak, demak bu qismi kerak emas. 11 ga bo'linadi va 10 ning darajasi. Ya'ni mana buni yozdik 11 plus 10 deb, o'shani 6-sini 11 ga bo'lgandagi qoldiq kerak bo'ladigan bo'lsa, biz 10 ning 6-sini 11 ga bo'lgandagi qoldiqni topishimiz yetarli ekan. Demak, 10 ning 6-si endi 1 million bo'ladi. 1 millionni 11 ga bo'ladigan bo'lsak, siz o'zingiz bo'lib qo'yarsiz. Men
Buni og'zaki yozishga harakat qilaman, xatolashmasam. Xo'p, bu yerda qoldiq 1 ga teng bo'ladi. Ya'ni 1 millionni 11 ga bo'lgandek qoldiq. Xo'p, demak birinchi holatda qoldiq 1 chiqyapti. Endi biz yana ikkinchi misolimiz ham bor, hali bizning o'shani ishlashimiz kerak. Buni keling oq rangli ruchkada yozamiz. Xo'p, ikkinchida a teng 13, p teng 11. Demak, o'zaro tub bo'lyapti va p ni o'zi tub. Shuning uchun yozib ketaveraman. Demak, 13 ning 10-sini 11 ga bo'lgandagi qoldiq bu 1 ga teng. Endi bizga 28 kerak. 20-si bo'lishi uchun demak kvadratga oshirsak bo'ladi. Xo'p, 20-sini ham 11 ga bo'lgandagi qoldiq o'sha. 28-si bo'lishi uchun demak ikki tarafni ham 13 ni 8-siga ko'paytirib yubordik. Mod 11. Xo'p, endi bu esa 13 ning 8-sini 11 ga bo'lgandagi qoldiq bilan bir xil bo'lyapti. Demak, endi 11 ni yozamiz. 13 ni yozamiz. 11 plus 2 ning 8-si deb yozadigan bo'lsak, x mod 11. Demak, 11 tashlanib ketdi. 2 ning 8-si, ya'ni bu 2 ning 8-sini 11 ga bo'lgandagi qoldig'imiz bilan bir xil ekan. Xo'p. Mana shu yerda 11 qo'shilib qolgandek bo'ldi. Mod 11. Bu esa 2 ning 8-si 256 bo'ladi. 256 ni bo'ladigan bo'lsak 11 ga nechi qoldiq qoladi? Mod 11. 256. Xo'p, 253 11 ga bo'linadimi? 253 11 ga bo'linar ekan. O'shanda u yoqda 3 qolyapti. Xo'p, bu yerdan kelib chiqadiki x teng 3. Endi buni ham x deb olibmiz. Mayli, endi alohida rang bilan ajralib turibdi. Mayli, bittasini y deb olish kerak edi. Endi bunisida qoldiq 1 chiqyapti, bunisida qoldiq 3 chiqyapti. Endi biz qolgan qoldiqlarni ham qo'shib 11 ga bo'lishimiz kerak. Qolgan qoldiqlarni mana bunisida 1, bunisida 3. Endi 1 ga 3 ni qo'shadigan bo'lsak 4, 4 ni 11 ga bo'ladigan bo'lsak esa yana 4 qoldiq qoladi. Ya'ni kichik sonni katta songa bo'lgandek qoldiq o'sha kichik sonning o'ziga teng bo'ladi. Endi manfiy son bo'lmagan holatda. Xo'p. Demak, qoldiq, jami qoldiq bu 1 plus 3. Qoldiq 1 plus 3, ya'ni 4 bo'lar ekan. Mana hurmatli tinglovchilar, ferma teoremasi haqida sizga bermoqchi bo'lgan ma'lumotim mana shular edi. Endi misol, ya'ni videoni hajmi kattalashib ketmasin deb o'zim shunday ham menimcha kattalashib ketdi. 5 ta misol oldim. Har xil misollar olishga harakat qildim va mana shulardan foydalanib endi siz ferma teoremasi yordamida yechiladigan misollarni ishlay olasiz mustaqil tarzda deb fikr bildiraman. Inshaalloh ishlay olasiz. Qarab turib, endi boshlanishiga biroz qiyinroq bo'lishi mumkin. Sekin-sekin qarab ancha ko'proq vaqtda ishlashingiz mumkin, lekin ishlasangiz bu muvaffaqiyatni boshlanishi bo'ladi va bir nechta misol ishlash bilan, ya'ni o'zi matematikada qanchalik ko'p misol ishlasangiz, tezligingiz ham, fikrlashingiz ham shunga mos ravishda oshib boradi. Boshlanishiga sekinroq bo'lishi mumkin, lekin siz boshlashdan qo'rqmang. Xo'p, e'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling. Keyingi darslarda ko'rishguncha.